Alo, assalomu alaykum, Hoji Akbar aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Shu 3-4 marta telefon qildim, omadi yo'qolib ketdingiz. Ha, aytdim-ku, shu o'tgan safargi muammoli ishlarim bor edi. Chinga telefoningga ham javob bera olmadim. Ha, shunga bir ko'rishaylikmi degandim. Qayda? Men 6-mikrorayonda edim hozir. Shu 3ta go'zallik saloni oldiga vaqtingiz bo'lsa kelsangiz, men ham borardim. Ha, bo'ldi, xo'p, hozir o'taman. O'sha yerda ko'rishamiz. Ishqilib shu yetmadiki? Yaxshimisan? Kutib qolmadingmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Ha, va alaykum assalom, keldim. Ha, nima ko'rding? Tanladingmi narsalaring? Menga shu ko'ylak yoqdi. Apa shu ko'ylakni o'rab berasizmi? Bo'ldi go'zalim. Do'konimizdagi eng chiroyli libosni tanladingiz. Yosh bo'lsangiz ham didingizga qoyil go'zalim. Soat ham allamahal bo'ldi. Men bilan kelgan odamlar hammasi sarqadi. Bitta o'zimga oldisda qolib ketdim. Qayda yuribdi-ku Inomjon ha? Tezroq kelsa bo'lmaydimikin ha? Ketdim, ish qilib so'kib qolmasa bo'ldi-da. Ishlar ham ko'payib ketdi o'chashgan. Qayda Inomjon? Kelasiz yana yo'qligimni bildirmasdan korxonada ishladi. Olib bordingmi? Sizni yo'qligingizni bildirmadim. Korxonada ham ishlar joyida. Lekin bir ish bo'lib qoldi. Shuni sizga qanday aytishni bilmay turibman-da. Ishlaymi o'zi? Gapiraver ochiqchasiga, nima bo'ldi? Biron bir muammo bo'ldimi? Qo'l tushunmasangiz. Ancha qo'lingizni ishladim. Sizdan menga ancha yaxshiliklar bo'lgan. Bunga bir narsa bo'ldi, vijdonim qiynalanyapti. Sizga aytmasam bo'lmaydi. O'z ko'zingiz bilan bir ko'ring-da. Inomjon, nimasi bu? Men bunga shuncha yaxshilik qilsam, menga bu rahmatimi bu? Hayda tezda uyga, buni hal qilish kerak tezda. Bir nima qilib qo'yaman buni bo'lmasa. Hayda! Marjonami? Boshdan chekaga ol. Sen bu yerda nima qilyapsan? Hali men safar ketganimdan foydalanib shu ishlar tutib yuribsanmi?